Oqchaqon qal'asi. Kampirtepa Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanida joylashgan Oqchaqon qal'asi bu Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida joylashgan hudud sanaladi. Ya'ni hozirgi kunda bu hududlarda 3D formatida rekonstruksiya qilish ishlari olib borilgan va aynan mana shu 3D modeli orqali bular rekonstruksiya qilingan. Aslida Kampirtepani ko'rinishi tepalik va buni ikkinchi devorlarini, ya'ni atrofdagi devorini mudofaa shakli va buni umumiy rekonstruksiyasi 3-tasvirga keltirildi. Yoki Oqchaqon qal'asini ko'rinishi qumlar ichiga joylashgan tepalik va mana buni ikkinchi rekonstruksiyasi suvni ichida joylashganligi va ichki rekonstruksiyasi, ya'ni o'sha qal'ani ichki tomondan ko'rsatib berilgan rekonstruksiyasi. Bu ya'ni tarixni rekonstruksiya qilish, ya'ni ilm fanni rivojlanishi natijasida rekonstruksiya, tarixiy rekonstruksiya ishlarida ya'ni yangilikli yangilanish bo'lgan. Bu oddiy 3D effektidagi yangilanish hisoblanadi. Va hozirgi kunda yana rekonstruksiyaning bir turi mavjud. Bu rekonstruksiya bu Toshkent shahrida qurilgan, ya'ni Navro'z etno parki 2,5 gektar hududga qurilgan. Ya'ni u hududni ko'rinishi, tepadan umumiy ko'rinishi va bu ichkari qismlari ya'ni maket nusxalari shaklida yasalgan. Bu yerda Registon maydoni, Oqsaroy, Xudoyorxon o'rdasi, Xiva arki, Kalta minor kabi me'yoriy obidalar qurilgan. Har bir viloyatning aholi turar joylarining ham maketi yasalib, ko'chalari shakllantirilgan bu yerda. Bu yerga borishni tavsiya qilaman, chunki bu yerda juda ko'plab ishlar qilingan. Ya'ni bugungi kunda ko'plab binolar, osmono'par binolar qurilyapti, lekin bu tariximizni yoritib ko'rsatib turadi. Ya'ni mana shu maketlar orqali tasavvur qilishga o'rgatadi, ko'rsatib beradi. Bu endi bu zamonaviy, ya'ni yangilanayotgan, yangi O'zbekistonda qilinadigan ishlardan biri. Va buni ham videoroligi bor. Samarqand shahrida qurilgan Boqiy shahar, bular ya'ni maketlar yordamida qurilgan shahar bizning tariximizni ko'rsatuvchi yodgorliklardan biri hisoblanadi. Ya'ni Shanxay hamkorlik tashkiloti bo'lib o'tganda Samarqand shahrida aynan O'zbekiston Respublikasi prezidenti o'sha tashkilot doirasidagi davlat rahbarlarini aynan mana shu yerga olib kelib ko'rsatgan edilar. Bu yer ham o'ziga xos, ya'ni etno shahar hisoblanadi. Ya'ni ham qadimiy, ham etnografik shaharni bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni boyagi Varshahna shahriga o'xshab ko'ryapsizlar, atrofida suv. Har qanday shaharlar suv, ya'ni daryo yoki suvni bo'yiga quriladi. Chunki odamlarning birinchi ehtiyoji suv sanaladi. Dehqonchilik bo'ladimi, chorvachilik bo'ladimi, uning eng muhim manbai bu suv hisoblanadi. Boqiy shahar haqida ma'lumot bersak, O'zbekiston zamini va xalqlarining tarixi va an'analari bilan tanishishlari mumkin bo'lgan haqiqiy qadimiy shahar qayta tiklandi. Tor ko'chalarda rassomlar, hunarmandlar va duradgorlar do'konlari joylashgan. Boqiy shahardagi pavilyonlardagi prototiplari eski kitoblarda tasvirlangan haqiqiy uylar va go'zal maydonlar bo'lgan. Bu yerda siz go'zal sharqona ertak muhitiga sho'ng'iysiz. Feruza gumbazlari, saroy devorlari, mozaikalar, osmon qadar minoralar Boqiy shahar majmuasi markazida bitta galereya va qadimiy sharqona bozor, 36 ta rastada iborat. 14 ta hunarmandchilik ustaxonalari, 2 ta milliy taomlar restoranlari qurilgan. Tor ko'chalarda rassomlar, hunarmandlar va duradgorlarning do'konlarini ko'rishingiz mumkin. Bu shahar
videorolikini yana bu shaharda bitta yaxshi tomonini ko'rsatadigan bo'lsak, men o'zim bu yerga tashrif buyurganda haqiqatan bir tarixga tushib qoladi. Real tarixga ichiga kiradi, kerak bo'lsa o'sha tarixiy filmlarda bu yerda bemalol suratga olish. Tarixiy filmlar xuddi tarixiy shaharda olingani kabi ko'rsatib berish. Hatto chet ellik rejissyorlar bu yerga tashrif buyurib, ayrim filmlardagi epizodlarni olib ketishadi. Nimaki, Xayr Qur'dan Obida maketi bilasizlar, filmlarda biror bir shaharni maketini qo'shishadi, boshqa o'lchamlarni ko'rish. Bu qimmat jarayon. Undan ko'ra kelib, bu yerda tasvirga olish ishlarini olib kelsa, arzon materialga aylanadi. Xo'sh, xalqlarning qanday mintaqada yashashlari bilan bog'liq, ya'ni yashashlari mintaqaga bog'liq bo'lib, uning kelib chiqishi, irqiy tuzilishi, xo'jalik tiplari, moddiy va ma'naviy madaniyatining turli tamoyillari, ijtimoiy va oilaviy, maishiy turmush madaniyatlarining turli tomonlari, ijtimoiy, oilaviy, maishiy turmush muammolari, dunyo qarashlari, ijodiy faoliyati kabi hayotiy muammolarni qamrab oladi. Misol uchun, osmono'par binolar shaharlarning markaziga xos binolar. Ya'ni bu yerda odamlar dehqonchilik, chorvachilikdan ko'ra ko'proq aqliy mehnat bilan foydalangan holda kun kechiradi va aynan mana shu hudud, mana shu yerda joylashgan uylar ularga ma'qul. Bu zamonaviy qishloqlar, misol yangi qurilgan uylarda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda qisman chorvachilik, qisman ya'ni dehqonchilik bilan yashash mumkin bo'lgan hudud va bu tog' qishloqlari, tog' qishloqlari. Bu yerda esa aholini mehnat turlariga bo'linadi, yo chorvachilik, yo dehqonchilikka bo'linadi. Aynan shu mehnat turlari orqali, xo'jalik faoliyati orqali bu yerdagi aholi yoki mana chorvachilik bilan shug'ullanadigan cho'l aholisi, misol o'tovdan foydalanyapti yozda issiqlik. Ya'ni o'tov bu ko'chish uchun eng tez qurib va yig'ishtirib olib ketiladigan uy hisoblanadi va o'sha loydan qurilgan uylar, bu 1950-yilga olingan surat. Aynan mana shu 50-yillarda ko'ryapsizlar, tog' qishloqlari loydan, loy shoxlangan toshdan qurilgan. Hozirgina zamonaviy ma'noda texnologiya yoki metodlardan, ya'ni qurilish usullaridan foydalanilmagan. E'tiboringiz uchun rahmat.